146 santimetrli samojo'ga hojatxona bilan rakovina sig'adimi? Nazar aka. Sig'diramiz. Endi boshlaymiz, ketdi. Shambozda Johir aka. Aka tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Noqulay bo'lib qolmadimi? Men cho'ta. Umuman mana qarang. O'sha eski joyingiz 146. Kengaytirib qo'ymadingizmi? Kengaytirmadik. Hop, unitar joyladik. Bu yerga bo'tga rakvina mebel bilan billa. Ha, oyoqlari ranglari ham zo'r, oyog'i ham yo'q. Qani o'tirib qo'yingchi? Tekshirib beraman dedim mana. Bo'yingiz necha aka? Bo'yim 185. Qarang, bu yerda oyoq bemalol turadi dedim. Bemalol turibdi. Yosh katta insonlar ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Qulay bo'lar ekan-da. Mana qarang, turganda ham bir-biriga xalaqit bermaydi. Tegib qolmaydi. Yo'q, mana bu yerda bemalol qo'l yuvib, kerak bo'lsa tahorat ham olib chiqib ketaveriladi. Rakvinasi ham xohlasangiz dushni bitta ochib, kirib, ishlataverasiz. Yo'q, umuman bir-biriga xalaqit berish yo'q. Endi joyingizga maksimalni o'rnangan aka, o'rnatilgan. Ular suyunjoyingizlar, sizlarga okamizning mehnatligi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, yaqin tanishlarga tashlab qo'yinglar. Endi sizga savol, aka. Bu mahsulotlar qayerda olib kelasizlar? Hop, Germaniyadan, Xitoydan primo keladi, o'zimiz birinchi qo'limiz aka. Optim narxlarda. Bu sohada necha yildan ishlayapsizlar? Endi ota kasb aka, 20 yil shu sohada tug'ilganmiz. Eskitdan shu narsani bilishar ekan, maslahatligini ham berishadi. Men o'zim mana o'ylangan paytimda, aka, men bu narsani oling deb aytishdi, bo'ldi. Men ularni aytganini qilib, mana hozir ko'ryapsizlar natijasini. Aka, bizdan klient kelsa, o'tib beradigan joylar bo'ladi. Johir akani bizni narxini o'sha qimmat yetirib o'tiradiganlardan emas biz. O'ziga o'xshagan chapanib olamiz. Yoqsiz savdolashamiz, sotib olamiz. Shunaqa. Ular suyunjoyingizga men okamning xizmatlaridan foydalandim. Agar sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastda okamizning nomerini qoldiraman. Xizmatdan